o'ylama, siqilma, endi dimlama degan. Assalomu alaykum azizlar. Men bugun juda ham xursand bo'ldim. 20 yil oldin shu inson bilan, shu Darg'a bilan tanishganmiz. Yosh yigitchalardek, tashvishimiz yo'q, yumishimiz yo'q, o'zimizdan o'zimiz sahnaga chiqqanimizdan xursand bo'lib yuradigan, tekindan tekin tadbirlarda, avtobuslarda, paxtalarda, vodiylarni kezib, paxtalarda tekinga ashulalatib yuradigan, o'shandan ham baxtli bo'lib yurgan paytlarimiz edi o'sha davrlar. Mana oradan 20 yil o'tib, ikkalamiz bir kunda, bir paytda O'zbekistonning eng muhtasham san'at saroyida taqdirlanish baxtiga ega bo'ldik. Shu kunlar nasib qildi. Nima deysiz endi? Men shu narsani o'ylab, birga hozir kelib Mashurbekka dedim, birga shu san'at olamiga birga kirib keldik. Qarang, vaqt 20 yil bo'lsa ham bir xil vaqtni olyapti. Nasiba. Yaxshi asar e'tirofsiz, rag'batsiz qolib ketmas ekan, shunga amin bo'ling. O'ylama, siqilma, endi dimlama degan. Oxiratdagi tugash kerak ekan. Ma deyilishi kerak. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz.